Bir qiz to'shakda yotgancha og'ir kasallikdan azob chekardi. Derazadan ko'rinib turgan daraxtga nazar solgancha opasidan so'radi. Daraxtda nechta barg qoldi? Opasi ko'zlari yoshga to'lgan holda, "Nega so'rayapsan, singlim?" deb javob berdi. Bemor singil, "Chunki oxirgi barg yerga to'kilishi bilan mening umrim ham nihoyasiga yetadi deb o'ylayman-da", dedi. Opa tabassum qilgan holda, "Unday bo'lsa, o'sha kun kelgunicha hayotimizdan foydalanib, kunlarimizni go'zal tarzda o'tkazamiz", deya taskin berdi. Oradan kunlar o'tib, daraxtdagi barglar birin-ketin to'kilib, oxiri bir dona barg qoldi. Bemor qizaloq o'sha bargga termular, shu barg to'kilishi bilan hayotim ham tugaydi deb o'ylardi. Kuz fasli yakunlanib, ortidan qahraton qish keldi. Shu tarzda bir yil ham o'tib ketdi. Ammo barg hali hanuz daraxtdan uzilib yerga tushmadi. Qizaloq bundan xursand edi. Opasi bilan baxtiyor holda kunlarni o'tkazar, asta-sekin salomatligi ham yaxshilanib borardi. Oxir-oqibat qizaloq og'ir darddan butunlay sog'ayib ketdi. Oyoqqa turgach, bargdan nega to'kilmaganini bilish uchun daraxt oldiga bordi. Qarasa, opasi plastik, ya'ni sun'iy barg olib kelib daraxtga o'rnatib qo'ygan ekan. Xulosa shuki, umid mo'min kishining qanotidir. Shuning uchun mo'min musulmon inson Alloh taoloning rahmatidan aslo umidini uzmasligi lozim.